Davlat universiteti fakultetlari orasida iqtisodiyot fakulteti kuchli bilim va ko'p yillik tajribaga ega professor-o'qituvchilaridan iborat jamoasi bilan ajralib turadi. Bugungacha fakultet xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida o'z o'rnini topa olgan minglab mutaxassislarni yetishtirgan. Bugungi kunda ham ta'limning eng zamonaviy usullarini o'qitish jarayoniga tatbiq etib kelayotgan bu fakultetda 788 nafar talaba bakalavr, 31 nafar talaba esa magistratura bosqichlarida tahsil olmoqdalar. Mavjud ikkita, ya'ni yashil iqtisodiyot va barqaror biznes hamda menejment kafedralarida 31 nafar professor o'qituvchi faoliyat olib bormoqda. Ularning 14 nafari fan nomzodlari hamda iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktorlari hisoblanadi. Ta'lim yo'nalishlari 11 ta bo'lib, ular orasida moliya va moliyaviy texnologiyalar, menejment, biznesni boshqarish, iqtisodiy xavfsizlik, turizm, mehmonxona xo'jaligi, iqtisodiyot, bank ishi, buxgalteriya hisobi, moliya sohasida boshqaruv, logistika kabi yo'nalishlarga yoshlarning qiziqishi tobora kuchayib bormoqda. E'tiborlisi shundaki, 2024-2025 o'quv yilidan boshlab bank ishi, moliyaviy texnologiyalar va buxgalteriya hisobi kabi yangi yo'nalishlar ochildi va talabalar qabuli amalga oshirildi. Birinchi bosqichga qabul qilingan talabalarning 87% chet tili sertifikatlariga ega. Tabiiyki, bu xalqaro miqyosdagi mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar yetishib chiqishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari, magistratura bosqichi uchun iqtisodiyot, sohalar va tarmoqlar bo'yicha mehmonxona xo'jaligini tashkil etish hamda boshqarish, turizm va mehmondo'stlik yo'nalishlari mavjud. Bu yo'nalishlar albatta mahalliy va xalqaro bozorlar talablarini chuqur o'rganilgan holatda tashkil etilgan yo'nalishlar hisoblanadi. Ularga chuqur bilim berish va kelajakda salohiyatli yetuk kadrlar bo'lishlari uchun jamoa ilmiy salohiyatini oshirishga jiddiy e'tibor qaratyapmiz. Fikrimni tasdig'i sifatida shuni aytishim kerakki, professor o'qituvchilarimiz joriy o'quv yilining o'zida 6 nafari dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilishdi. Professor o'qituvchilarimiz tomonidan 2 ta darslik, 3 ta o'quv qo'llanma, 9 ta yuqori indeksatsiyalanuvchi bazalarda ilmiy maqolalari nashr qilindi. Darvoqe, fakultet xalqaro hamkorlik doiralarini ham tobora kengaytirmoqda. Hozirda Malayziyaning Utara, Rossiyaning Sinergiya, Turkiyaning Anadolu, Koreyaning Kemyung hamda Qirol Sejong universitetlari, shuningdek Hindistondagi tadbirkorlikni rivojlantirish milliy instituti bilan ham mustahkam hamkorlik aloqalari uzviy davom etmoqda. Talabalar amaliyoti bo'yicha Turkiyadagi mehmonxonalar tuzilmasi rekord tashkiloti bilan memorandum imzolangan bo'lib, shu asosda talabalar viloyatimiz hududida joylashgan mazkur tuzilma tarkibiga kiruvchi mehmonxonalarda amaliyot o'tamoqdalar. Bank ishi sohasida esa talabalar respublikamizdagi Milliy bank, Sanoat qurilish banki, Ipak yo'li bank, Ipoteka bank, Hamkor bank kabi ko'p yillik va yirik banklarda ish o'rganishyapti. Biznesni boshqarish yo'nalishi bo'yicha ham talabalar amaliyoti yuzasidan taniqli tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Jamoaning bir maqsad yo'lidagi harakatlari talabalar qo'lga kiritayotgan yutuqlarda namoyon bo'lmoqda. Jumladan, joriy o'quv yilida 4-bosqich talabalari Noila Abdullabekova hamda Gulibonu Mirhamidovalar Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sovrindorlariga aylangan bo'lsalar, Ahmadbek Abdunabiyev sportning Muay Thai turi bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'ldi. Qolaversa, fakultetda yosh olimlar klubi ishlab turibdi. Bu klubga 50 dan ziyod talaba jalb etilgan bo'lib, ularning ilmiy izlanishi va o'quv tadqiqot faoliyatiga salohiyatli professor o'qituvchilar biriktirilgan. Bular Namangan davlat universitetining iqtisodiyot fakulteti faoliyatiga doir ayrim ma'lumotlar xolos. Jamoa faoliyati, talabalar erishayotgan muvaffaqiyatlar bilan yaqindan tanishganingiz sari e'tirofga loyiq ma'lumotlar ko'lami kengayib boraveradi. Yaxshisi, keling, fakultetdagi shart-sharoitlar va qizg'in tahsil va amaliyot jarayonlariga o'z ko'zingiz bilan guvoh bo'ling.